alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamiz sizlar birodarlar. Ramazon oyining 20-kuni barchamizga muborak bo'lsin. Xayrli va barakatli o'tkazib olinglar. Bugun 2025-yil 20-mart. Sport bilan 100 kun nomli challenge'imizning 2-kuni. Diqqatni jamlash haqida gaplashmoqchi edik. Aytib bermoqchi edim. Jaloliddin Rumiyning Fihi mahfihi, ichindagi ichindadir kitobida bir hikoya bor. 4 hind yo'lda ketarkanlar namoz o'qish uchun masjidga kirishadi. Masjidda namoz o'qib turishsa, uzoqdan muazzin ko'rinadi. Shunda bir bexosdan gapiraveradi. Yonidagi otasi bilan otasiga gapiradiki, bu azon aytish uchun muazzin tashqariga chiqdimikin yoki endi azon aytadimikin yoki aytib bo'ldimikin deganda bir gap qiladi. Shunda otasi aytadiki, namozda gapirilmaydi deydi. Gunoh bo'ladi desa, uchinchisi gapga aralashadi. Dedi, ahmoq ota bola deydi. Namozda gapirilib bo'lmaydi, namozlaring buzildi senlar deydi. Unga to'rtinchisi hayada xursand bo'lib, Allohga shukrki deydi. Bu uchalasi ham gapirdi, namozi buzildi, men namozim buzilmadi deydi. Yo'inki to'rtalasining ham namozi buzilgan bo'ladi. Ya'ni diqqatni jamlamasdan xayoli boshqa joyda bo'ladi. O'ngga so'liga, chapiga qaraydi, o'ngga qaraydi. Xayoli bir joyda bo'lmaydi. Forschada bir bayt bor edi. Gar peshimani chubomani dar yamani, gar dar yamani peshimani chubomani. Ya'ni agar sen Yamanda bo'lsang ham qalbing men bilan bo'lsa, demak oldimdasan. Agar sen oldimda bo'lsang-ku, lekin qalbing men bilan bo'lmasa, demak sen Yamandasan dedi. Ya'ni biror ish qilishdan avval diqqatni jamlab olish kerak. Diqqat bilan e'tiborning farqi shuki, e'tibor oddiy narsalarga ham chalg'ib ketadi, diqqatni o'zimiz yig'amiz. Ya'ni pul sanayapmiz deylik, kimdir bizga gapiryapti. Juda tez yig'ilgan, jamlangan, fokusimiz, diqqatimiz chalg'iydi. Adashib ketamiz. Xuddi bu quyoshdan kelayotgan nurga qog'ozni qo'yib qo'ysangiz yoqmaydi, lekin lupani ustiga tutsangiz qog'oz yoqadi. Bu lupaga o'xshaydi. Diqqatni jamlashni mashqlari bor. So'zlarimiz aytardi. Davronbek Turdiyev. Ya'ni bitta listga o'rtasiga shu qora nuqtacha chizib olib, shunga bir 2 daqiqa qarab tursanglar, hech narsaga chalg'imasdan, ya'ni xayolinglar shu nuqtada bo'lsin derdi. Nuqtaga qarab turganinglarda diqqatinglarni jamlashga ancha foyda beradi dedilar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.